eng chekka va olis hududlardagi qishloqlarimizni yoritishda davom etamiz. Bugun biz Ishtixon tumanidagi Hazaribobo mahallasiga keldik. Hazaribobo, Shertepa, G'uzon, Jarosti qishlog'ida yashovchilarga videoni yuborib qo'yamiz. Hazariboboda mana Berdimurod akaning xonadonidamiz. Berdimurod aka, endi bu Pavloniya daraxti, Shunaqangi gullikni oylab turib asoslarini bog'amiz. Har tomonlama daromadda bu. Mustahkamlar ekan, ham yengil ekan, ham juda baquvvat ekan. Uncha yonmaydi ekan. yer ostida chiqayotgan toza buloq suvi. Do'stlar, mana bu tarafimiz Pastdarg'om tumani, yo'q mana Og'daryo tumani. Xullas, Ishtixon tumanining eng chekka va olis hududlaridan biri hisoblangan Jarosti qishlog'idamiz. Do'stlar, tabiati va iqlimiga haqiqatda gap yo'q.